Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Men Fozil va Dilnoza Idiyevna Romitan tumanidagi 7-umumta'lim maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. 31 yillik ish faoliyatiga ega birinchi toifali ustoz sifatida aynan shu maktabda faoliyat yuritib kelmoqdaman. Hozirgi kunda mamlakatimizda prezidentimiz tomonidan ustozlar nufuzini oshirish, ularning mehnatini qadrlash borasida qabul qilinayotgan turli qaror va farmonlar biz o'qituvchilarga ulkan mas'uliyat yuklash bilan birgalikda kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shmoqda. Shu borada o'qituvchilar uchun direktor jamg'armasidan 823 qaror bo'yicha ajratilayotgan ustamalar, ularning mehnatlarini e'tirof etishning yaqqol namunasi deb o'ylayman. Maktabimiz jamoasining tumanda o'zining alohida reyting o'rniga ega jamoalardan biri. Jamoamizda men bilan bir qatorda mehnat qilib, faoliyat yuritib kelayotgan jonkuyar, fidoyi ustozlarimiz safi anchagina. Shulardan ona til va adabiyot fani ustozimiz Sulaymonova mavjuda 92 ball bilan attestatsiya natijalariga ko'ra 70% ustamani qo'lga kiritdilar. Ona til va adabiyot fani o'qituvchimiz Iskandar va Nigora, matematika fani o'qituvchimiz Shirin va Mahliyo ham shu imkoniyatdan foydalanib 70% ustama bilan taqdirlandilar. Jamoamizda milliy va xalqaro sertifikatga ega o'qituvchilar safi ham anchagina. O'zim misolimda aytadigan bo'lsam, kamtarona mehnatlarimni e'tirof etib, xalqaro konferensiyalarda maqolalarimni joylaganimdan keyin ularni ko'rib chiqib, yuqori baholab, eng yaxshi xizmatlari uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlanganligim nafaqat menga, balki butun respublikadagi jamoamizdagi o'qituvchilarning mehnatining e'tirof etilishi deb bilaman. Biz ham prezidentimizning bu e'tiborlarini o'qituvchi nufuzini, sha'nini, qadr-qimmatini oshirish bo'yicha qabul qilingan qaror va farmonlardan ruhlanib, yosh avlodga o'zimizning bor bilimimizni berib, ularni vatanga kerakli, fidoyi insonlar qilib tarbiyalashga yanada bor g'ayratimiz bilan mehnat qilamiz. Maktabimizda o'quvchilarimizdan bir qanchasi, deyarli 80% milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritib, oliy ta'lim muassasasi talabalari bo'lishga tayyorlanib kelyaptilar. Buning negizida maktabimiz ahil jamoasi ustozlarining mashaqqatli mehnatlari yotibdi. Orzularim bir olam bisyor, parvozlarga shaylan yuragim, bular edim behad baxtiyor, shu vatanga bo'lsa keragim.